bo'ldi. Sun'iy intellekt ta'lim tizimida albatta juda ham ko'p imkoniyatlarni bizga yaratib bera oladi. Chunki biz dars jarayoniga tayyorgarlik ko'rishimizda yoki o'quvchilarimiz bilan ishlashga, ularga topshiriqlar berishda, topshiriqlarni nazorat qilishga Samarqand viloyat pedagog mahorat markazida sun'iy intellekt va o'qishning zamonaviy an'analari mavzusi doirasida xalqaro ilmiy amaliy konferensiya bo'lib o'tmoqda. Ushbu konferensiyaning maqsadi O'zbekiston ta'lim tizimidagi ham aynan jahon ta'lim tizimi an'analaridan demak eng ma'qullarini kiritish va ta'limdagi ilmiylik jarayonini oshirishda sun'iy intellektning eng muqobil variantlarini joriy qilish maqsadida ushbu konferensiya bugun o'tkazilmoqda. Bugungi konferensiyamizda nafaqat O'zbekistonni ilmiy doiradagi olimlari, balki xalqaro toifadagi trenerlar, masterlar, balki o'sha xalqaro toifada faoliyat yuritib borayotgan chet ellik mutaxassislar ham ishtirok etmoqda va o'zlarining mazmunli ma'ruzalari bilan bugungi O'zbekiston ta'lim tizimida sun'iy intellektning ahamiyati to'g'risida va amaldagi ijrosi uchun qator taklifli masalalarni keltirib o'tmoqda. Ta'lim yo'nalishi rus guruhlariga kirsam, sun'iy intellektdan juda ham ko'p foydalanaman. Chunki deganda eng katta sun'iy intellektdan foydalanayotganim bu tarjimon dasturlari menga juda ham katta yordam berib kelmoqda shu kungacha. Сейчас вот именно для этой ситуации и именно для этих markazimizda bo'lib o'tgan xalqaro konferensiya mana shu sun'iy intellektni ta'lim jarayoniga tatbiq etish, undan foydalanish masalalariga bag'ishlandi. Bu bugungi kunda o'ta dolzarb masala hisoblanadi. Chunki ana shu axborot manbalaridan foydalanish, umuman ijtimoiy tarmoqlarda sun'iy intellektdan foydalanish masalasi hozir juda muhim ahamiyatga egada. Chunki juda ko'plab ta'lim resurslari mana shu sun'iy intellektda mujassam. Faqat bitta masala shu sun'iy intellektdan to'g'ri foydalanish, oqilona, ya'ni ratsional foydalanish masalasi muammo bo'ldi. Aynan mana shu masalalarga bag'ishlandi. Hali ma'ruza qilgan xorijdan kelgan mehmonlardan biz juda ko'p narsa oldik-da, masalan. Qanday qilib sun'iy intellektni hali ta'lim jarayoniga joriy qilish va undan qanday samara ko'rish mumkinligi haqida aniq tasavvurlar, tushunchalar berildi. Shuning uchun men o'ylaymanki, mana shu konferensiya bizni markazimiz hayotida juda katta tarixiy voqea bo'lib qoladi. Hali men bunaqa konferensiyalarni ko'rmadim. Qarang, shu 3 ta tilda olib borildi konferensiya. Ma'ruzachilar ham 3 ta tilda chiqish qildilar. Bu o'ylaymanki, mana shunaqa konferensiyalar bizni markazimizda hali bardavom bo'ladi. Работаем над сетевыми педагогическими профессиональными boshida bu juda ham chiroyli xalqaro darajadagi konferensiyani yaxshi tayyorgarlik ko'rdilaring, juda ham menimcha yaxshi chiroyli o'tdi. Kutilgan natijalarga erishdik. Mutaxassislar ma'ruzalar eshitdik, yoshlar eshitdik, o'zimiz orqali bu albatta auditoriyalarga kirib boradi. Bilan birgalikda Sarvar Murodov va alohida hammalaringga rahmat. Juda ham katta samarali ish bo'ldi. O'zingizga rahmat. Kattalarning juda yaxshi yutubi. Sizlarga sog'lik, salomatlik tilab, bu
konferensiya sizlarni ilmga ko'proq chorlashiga xizmat qiladi degan umidda qolaman.